Hurmatli kuzatuvchilari hamda barcha aka-uka opa-singillarimiz, xush kelibsiz kanalimga. Men sizlar bilan Sirojiddin. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omadib kanalimga obzor. Do'stlar aziz, mo'yim ro'z mol bozori Shartuzda qarordan do'stlar aziz. Mana bugun azizlar 23-mart kuni Ro'za-i Sharif Ramazon oyining 23-kuni syomka qilyapmiz. Alloh taolo hammalaringizga kuch-quvvat bersin. Hamgina qoldi mana Xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha katta mol, mayda mollarni o'z sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Do'stlar aziz, Ro'za-i Sharif Ramazon sevim ro'z syomka do'rin do'stlar aziz. Aydan so'ng ya dasturga like azerkini, video syomka kanaliga do'stlar aziz. Like azerkini, paytsa faromosh namekan. Bular qanchadan bo'lyaptilar? Qo'ylarni 2000 savdo qilyapti mana shuni. 2000 so'm, 2000 so'm savdo qilsam ekan, qalon. O'sha 2000, o'sha ajdai, muzdai savdo qilganlar. Qaysi oylik bu? Noyabrski oy, oktyabr. Qaysi oy tug'ilgan? Oktyabr, noyabr oyida. Oktyabr, noyabr oyi ekanlar. Qancha bo'ldi aka buni? 2000 so'm, 2000 so'm deysiz. Bozor so'radimi bilan? Kaç? 16,5. 1650 so'm so'radi. Hozir 650 so'm pul demek. Saf sikita gamamada. Bu qancha? 100 so'm yaqinga 18, 1800. Hozir 800. Mana jo hamosh bara chay desin. Hamosh jozi navromadaga ayag'irski. Qanchadan bular aka? 2000 da satsam yani. Hiç şansım var? Neçe yakını mazar saman var. Neçe yıldan böyle yapın ola? 3 bo'lyapti. 3000 saman mı? Bu qaysi oyi bu? Neçe oylik bu? 3 oydan o'tyapti. 3 oydan o'tyapti. Shoq chiqarib tarzlar mana ko'rasizlar. Sen mag'izashtamiga 3000 saman megani kalonishadi. Bularchi? Bular ham o'chi? Ular 2,5. Dini mazar saman yani. Bu qanchadan bular? 3000'dan. Mana 3000 samandan ekan buni. Baracha 3000 samanga kutasiz. Dumacha xushrudora. Xo'p, mana buni yerdan hech qanday bor ekan. Bular qancha bo'lyapti? 4000 dan deyapmiz. Mana 4000 somondan xushqor. 4000 somonga xushqor aytsangiz. Necha oylik bo'lar aka? 1 yasharmi? 2 oylik o'zi 1 yashar. 1 yashar ha? Uni yaksola emaga do'stlar. 4000. Hozir keldingizmi? Hozir keldim. Qancha bo'ldi aka bu qo'chqor? 5000 somon. Chansolay? Nima edi? Bozor pursiz ekanchi. Chan. Nima har xil pursdan. Nima aytmaysiz siz bu masal? Qancha bo'ldi? Har xil pursida istamaga 5000. Endi nima qilamiz? Chansım şey aka? 4000 somon kutasiz. Bozor savdo qilay bozor ekan. 3000 bozor savdo qilsamiga. 3700 so'm bozor savdo qildi, 4000 somon deyapti hozir egasi. Aka necha puldan bo'ldi qo'chqorlar? 6000 danmi? Mana 6000 somondan aka hozir mana edi. 6000 somonni kutasiz. Bu necha yasharliklar bular? Bunisi 2 yashar, bunisi 3 yashar, bunisi-chi? 2dan o'tganda. 2 yashar. Du solaymiga dutash yakta siz solamiga. 6000 somon. Bozor so'radimi bir narsa? Yo'q. Jazman bo'lgani yo'q. O'li jazman yo'qda bu qimmatda silishgan. Silishgan. Go'sht qancha bor? Necha kilo chiqadi bitta? Jivoy 65 kilo chiqadi. Ha, shunday 95 100 jivoy. 95 jivoy 5 chiqaryapti. Barachilar qanchadan? 18dan. 18dan. Mana 1800 dan ekan. Bozor qancha qilyapti? 18 ni ko'rdingiz. Ha, bozor 18 ni ko'rdi. Siz 2000 dan deyapsiz. Bozor 18 ni ko'rdi. Hozir aytsasin bozor deydaymi? Akamiz istalovoychi edi, bilmayman, qo'yga o'tib ketdi. Gap yo'q, mayli olmadi. Assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti ular? 4000 dan. 4000 somondan. 4000 somonga kutasiz. Bozor savdo qildimi? Bozor endi nasibsiz. Mana endi so'raydi. Aka, mana shu jivoy biz qancha chiqadi? Meni o'zingiz ayting. Jivoy biz qancha chiqadi? 40 kilo. 70 kilo chiqadi jivoy biz, ha? 70 dan. Mana shu qancha chiqadi jivoy biz aka?
80. 80? 80, 75. Mana aka ko'ryapsizmi? O'zi bu yoqda garantiya berib beryapti, 6000 somon deb beryapti hisobiga qarangiz. To'g'ri kelmaydi endi shu bozorda chida endi. Ha, 6000 somon deb beryapti. Xo'p. Qancha bo'lyapti aka qo'chqorlar? 45, 5000. Mana 5000 somon, mana ko'ryapsizlarmi? 6000 somon bilan 5000 somonni qancha farqi bor? Ko'ryapsizmi? 6000 somonlikdan bu kattaroq yana tempoli. Bular qanchadan bular? Mana 4,5 somonni qo'chqorlar mana. Bu chorni mazor somon kutasiz, bu muomala mechavada sanaysiz, ish 5000 somonga. Mana bu yerda qo'chqorlar bor, bundan so'raymiz. Bular katta-katta qo'chqor. Qancha bo'ldi bular? Bular qancha? 5000 somon mana. Mana bu yerda 5000 somondan ekan. 5000 somon. Ichansim necha pul bo'ldi aka bu? 7. 7000 somon ekan bu. Voh, 7000 somon. Bozor qancha qildi buni aka? Necha yasharlikmi? Chori 7. Chori qo'yagan azar. 7000 somon kutasiz. O'zi olmadimiga 7000 somon. Necha kilo живой vesi bor aka garantiya? 60 dan ziyod ha? 60 dan живой ves. Живой vesmi ya go'shti toza. Toza go'shtimi? Живой вес o'lchagan joy aka. Ha. Mayli savdongizni bersin endi. Endi bular necha puldan necha pulgacha bor? Ular aka 3200 Mana aka 3200. 3800 sarmishava. Ya 4200 sarmishava to Hazır yakın mazar somuna. Jahasta. Молодец. Xo'p. Mana katta sog'liq bor ekan-da. Bular bu katta sog'liq qancha bo'ldi? Aka, qancha bo'ldi bu? Mana ona do'ningdagi istem aka. Ha? 4,5 ming somon mana barachasi bilan. Qaysini? Necha? Bu tarafdan-ki qo'chqor-ku, do'ning mana qolsa. Qadamish. Ne? Mana do'stlar aziz, diniy mazor somon da xarid ediyor. Diniy mazor somon da rafına geldi. Mana men kanal tunda agar chi bo'lsa chim ekan. Gavnes. İş ham diniy mazor somon mega do'stlar aziz. Okey. Poilka asa bora mol o'tiya. Aha. Poilka dora ma Xitoy zakaz mikuni O'zbekiston dora, O'zbekiston javiyor. Aha. Tamam. Agar kanal O'zbekiston mujukni hasta. Hamon kasa dar kor bo'lsa, nomer qo'ying. Номер o'tadi, gavzani kadom tajada. 97 97 122 08 08 98 98 همین WhatsApp دوستان عزیز واتساپ دورم میگه Poilka برای مول Poilka باید ها هست برای گاو گوسفند خر اسب همه چی هست کار نشته خب qancha savdo bo'lyapti bular? Qancha bo'lyapti savdo? 25 deyapman. 25 2,5 ming so'mdan ekan. Diniy mazor so'moningiz savdoqi kalon aytadi. Nechta tug'ilgan shular? Chanta joydagi. Namedonish. Ey, kamtar chi budasta baraya men guftam. Xo'p. Nech pul bo'ldi bular bu? 38. Ha? 38. 38 mana 3800 so'm. Seyazor ashtasim tesiz bozor savdo qildimi? Qancha qildi? 12,5. 32. 32,5 da ko'rdi, ha? 3250 da ko'rdi deyapti. Seyazor sadif 50 so'm deydi. Mana 9600 qaysi 9600? 1 2 3 ta savdoq. 3 ta savdoq bolasi bilanmi? Bolasi bilan qancha bo'lyapti? 9600 bo'lyapti 9600 so'm akam savdo qilyapti. Ne hazır şaşırsın bozor savdo qiladi. Men shu yilga mesiz qoldim. O'chib ketadi. Hammasi so'rab o'chib ketyapman, meni qadar. Hozir echkilar olamiz abi. Chikoman bo'yapti. Bu qancha pul takacha aka? Sog' bo'ling. 2700 2700 ming tutanasiz. Bozor savdo kerakmi?
Bozor ya kaç tane geldi. Hazır 85 so'm, bozor pırsı desem Hajda geldi. 5 kilo bu garanç. Hajda 5 kilo go'sht o'rama geldi. Живой besin. Hozir. İş şansı var. Hadi şey narxa. Har dish ya narx do'stlar. Mening bachak qidishni ko'p qo'yadi. Mal bor edi do'st. Bu Pakistanskiy qancha bo'ldi aka bular? Qaysi? Bular. Takalar 700 1600. 1600 1700 so'm. Hazır 80 hazır 700 so'm do'stlar. Ceylan inenim 2 ay. İş şansı mı? Manija. Manija şansı mı? 3000. 3000 lira. 3000 so'm o'tkazadi. Bozor 2000 saat. 2000 desasın bozor savdo qaysam o'tkazadi. Ko'rdim. Bu takalar qancha bo'ldi aka? Takalar 3000 deyapman. 21 savdo qilyapti. 2000 sasın bozor savdo Bitta o'tkazadi. shuni. Rossiya va Pesh. Молодец, mana akam chaldi. Молодец. Topes gapnesi. Qayli ismim Ha, YouTube'ga talim. Xo'p, bu takalar qancha bo'ldi aka? Vashak, manshak, afaka. Yakini mazor somon, yak hazır 700 so'm o'tkazadi. Bozor savdo kadar O bolo dami shakardan. Chansım kadar. Yakni. Yakini mazor somon isha savdo kadar bo'lsa bo'ldimi? Yakini mazor somon purslamaga zar chakalon shodsan. Xo'p, aka barachalar qancha bo'ldi? Qanchadan? Mana 1600 1700 so'm. Hazır 700 so'm, hazır 600 so'm guftaysiga boradi so'ngiz. Bozor so'rayapti yo'qmi? Hozir keldingizmi? Hozir olmadim agar. Sportni bo'lib qoladi. Ko'p. Qo'limizdan kelgancha. Bu qancha bo'ldi aka bu savdo? 4000 bolasi bilan ha? Ha, bolasi bilan 4000 somon, 4000 somon baracha chiqadi. Bu bozor endi mol bozoriga boramiz. Oldi mana hozir. Xalq bozori 80 so'mga xaridaydi. Qachon? Mana yerda ho'kizlar kelyapti, vidak ho'kizlar. Bu qancha bo'ldi aka? Nech pul ekan bu? Bilmayman. Simental chiqib turibdi hozir. Egasi yo'qmi buni? Egasi yo'q deyapti bachcha. Simental do'stlar aziz. So'yib ishni istayman. Bunda kalonlar. Yaktan detay bo'yicha da vaqtasa. Mana bu yerda ho'kizlar bor ekan. Mana bu yerda yomon katta, bundan ham katta ho'kiz bor ekan. Bu qancha bo'lyapti aka? 45 ming so'mmi? Mana do'stlar aziz, 5000 so'm. Bu qacha gezalagi. Obzor TV, hammaga alangali so'rab. Salomat bo'ling. Bunisi qancha ekan bunisi? Hikoya bitta, 45 dan. Hikoya 45 danmi? Haqiqatan boqqan ekan ha aka. Zo'r bog'ibdi. Qarang. 3 metr uzunligi bor buni. Do'stlar aziz, 3 metr adastlamiga qarasiz. Ish kamtar kal parbiya. 34 ming bozor. Mana 34 ming somon bozor so'rabdi. 4000 somon bozor pirsida hisoblangan edi. Pirsida savdo qiladi, nash. Bu qay zo'r bo'lmoqda mana. Mana 45 ming somon, 5000 somon bozor. Buni bozor so'ramabdimi hali? Chidamay gapirasiz. O'zi so'ramabdi. Qo'lab. 30 necha ming qilyapti, berma. Qancha? Qancha qildi? 38 ming. Kilo barkash 50 dan bermoqdi. Kilo barkash 50 so'mdan bermadi dedi. Kilo barkash 50 ming navdo demek. Bu живой вес necha kilo chiqar aka примерно? 730. Buni 730 kilo живой вес chiqdi hozir. Afsada sik. Unisi 700 kilo chiqdimi? Mana shu 700 kilo chiqdi, unisi 730 kilo chiqdi. 700 kilo bo'ladi shunday. 700 kilo. Düşünürsünüz. Buqa hammasi, buqacha buqa zo'r bo'ladi. Otasi Angus, enasi Hiç şansım da yakın. Hatta biraz zor kalır çıktı. Hatta sevmez. Bakvar.
Bu yerda ham katta bor ekan. Bu qancha ekan aka bu? 40 ming so'm. 4000 so'm ko'rsatadi sizlarga. Bozor qancha aka? 35 ming so'm bozor qildi, lekin bu mayda. Hozir. Oqirsini qarang. Salmaydi ekan. Bu qadar haqiqatan ko'p ekan. Mana shakamiz mana 40 ming so'm deb berdi mana. Hozir shu 40 ming so'm degan akamiz narx qarab turibdi. Hozir shu qarasini sizlarga ko'rsataman. Qo'limizdan kelgancha shunday syomkalarni bosib beramiz. Qaraydi, poligonlar qaraydi. Mana ketib boryapmiz. Qizlar mana bunga ham chiqdi mana. Borniga mana zanjir taqib qo'yibdi. 40 ming so'mdan balandayapti. Katta ekan bular faqat. aka ki. Ina oy qanate? Futboldan kelgancha mana bosib ketaveramiz. Qancha bo'lyapti aka bu? Biz 4000 so'm desasiz. 24 ming so'm deyapti. Bozor chankada? Biz tiyak? Mana biz tiyak 1000 so'm bozor savdo qilyapmiz. 21 ming so'm savdo qildi. Kam. Mun nechim? Mun qilib bermagan edi. O'tib ketay aka. Bu qancha bo'lyapti? Ha? Qancha bo'lyapti? O'tsangiz o'tasizmi? Sizdan so'rayapman narxini aka. Men bilmayman. Bilmasangiz qo'y baqa. Ishlang. Mana egasi aytmayman. Bizda turi bilan bor ekan. Akalar, ho'kizni narxini hozir qo'limizdan kelgan. Qancha bo'ldi aka? So'raymiz. Qaysi ho'kizniki? Qancha bo'lyapti? 35 ming so'm bozor qildi. 5000 so'm bozor savdo qilsamaga 5000 so'm qidish qilib Tiplikoga salom. O'zingiz ayting endi. Twitter'dagi bolalarga Tiplikoga salom havasi. Gap yo'q mana. Gazini bo'lsinlar. Malaves. Like bo'lsinlar. Mayli savdangiz bersin aka. Xo'p. Neyam to'kiz bor aka? Bu qancha bo'ldi aka bu? Mana yerda mudachik semental mollar kelib qopti. Shoxi bor semental emas bu. Indamay turib bravi. Bular qanchadan aka? Boshqacha aka bu. Berib bermadim-da. Kilo barkash 65 so'm ham bergan. Kilo barkash 65. 15 ming? 15,5 ming so'm. 15000 so'm desiz. Bozor savdo qilma shuni. O'li bozor savdo nakada aytdingiz, hamtari. Nech pul bu? Assalomu alaykum aka. 12 deyapti. 12 ming so'm nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Duyimga solashay 15000. 12 ming dedingiz a? 12000 so'm desiz. Mana. Bular qancha bo'lyapti? 20 ming so'm. Nechinchi bolasi? Bagini ko'rsatib mana. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Cho'g'rim gusolashib 20000 so'm desiz. Mana shershabini so'rasiz. Hozir qo'lni bakrubni berib. Qo'lni sher. Nech litr garantiya sher? 8 litrda garantiya. Qancha bo'lyapti? 80000 so'm chanim yakun gusolashay. Yakun gusolashay 80000 so'm desiz. Bozor savdo kerakmi? Cho'rda 1000 so'm deydi o'zi. Ey Baxtiyor aka, qancha bo'ldi? 16?
16 ming so'm mana shu ushlab turgan 16 ming so'm aka. Chance işte aka. So'yibishnes? So'yibishnes. So'yibishnes. Xo'p. Aka assalomu alaykum. Necha pul bo'ldi bu? So'rayapti. Qancha? 13 ming so'm so'rayapti mana. Chiroyligini qarang. Hozir 13 ming so'm mana ko'ryapsizlar. Faqatdan nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi kusalash, deyim kusalash 80,000 so'm tesiz. Qancha sutga garantiya aka? Ularga qurib 2 oydan beri yem kiygan bola. Ha, o'zi yem, ha, bo'ldi shuni. Bozor qancha qilyapti? Bozor 12,5 13 qilyapti. 12,5 ming, 13 ming bozor qilyapti ular. Ustalaringiz mening dovozani bozor 80,000 bozor sotishinga. Assalomu alaykum. Necha pul bo'lyapti? 16 so'm deyapsiz aka. 16 somon mana. Azar 16 somon. Sutni qaranglar. 5 litr suti bor. Suti 5 litr suti bor. Sho'ng'izda somon desiz. Mana erkakni qarang, mana erkakni qana debdim oynali. Naray. Bozor qancha qildi aka? Qo'yib beraman aka, so'yib ko'raymi? Bozor qancha qildi? Bozor hali ishlama qo'yib aka. Bozor oli napers dedi tunasiz, 16,000 so'm desiz. Mana, tusalash. O, nech desiz. Ko'ryapsizlar sutini. Sutiga garant. Ey. Men bozor so'yib ko'raymi? Mana qarang. Ko'ryapsiz, mana o'zim ushlab turibman. Mana. Ay. Dimi bilan jasab taylayapti. Mayli aka, savdangizni bersin. Xo'p aka, o'tib ketamiz. Aka qancha bo'lyapti bu? 14 aka. 14 ming so'm. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi mana. 14,000 so'm kutaysa, deyim gusalashay. Bozor so'radimi bilan? Hali hech tamam so'ramayapti. Savdongizni bersin aka. Aka chansim şey, assalomu alaykum. 14 ming? 14 ming so'm. 14,000 so'm kutaysiz. Bozor so'radimi? Bozor 300 qilyapti. 13,300? Ha. 13,300 so'm bozor savdo qilyapti ekan. Sen gusalashay. Qancha suti bor aka? 5-6 litr suti bor. 5-6 litr suti bor aka. Gap tamog'iga. Молодец. Bu gusalash baracha qachami? Mana, savdo qilyapti. Hozir mana. Haqiqatan yuvosh aka. Mana. Yuvosh. Mayli savdongizni bersin aka. Xo'p. Nech pul bo'lyapti aka? Aka 18 ming. 18 ming so'm. 80,000 so'm kutasiz. Sochish kantar qalontarda bu qacha. Qancha suti bor aka? 5 Ha, 7 bilan 5 litr aka. Ko'ryapsizmi? Hamqa живой. Qancha bo'ldi bura? 20 ming so'm bolasiz mana. Qancha suti bor aka? 8. 8 litr, 20,000 so'm, 8 litr sher daramoq. Bunisi qancha? 18 ming. Bozor so'radimi yo'qmislar? Mana 18,5 ming so'm so'rabdi, buni 15,5 ming so'm so'rabdi. 19 ming so'm isha pursa, isha 18 ming so'm pursa desamiga. Yakın kusala şaka. Ne chansim shi taka? Yakın yüzde azormaga mu'minat. 19,000 so'm kusala yaqin kusala shi degan. Karpaça yakın. Chanqa shermeta. Toş şaş litr şira yakın. Mana tosh 6 litrda Kusala şaka. garantiya. Bozor pursa kanchi? Şonda yakın. Toş şonda nima bozor Mana karpaça. 16,000 so'm bozor hol deydi, 16 ming deydiga. Siz gavnis baraka shabta atsan. Bol yosh ay bol pirdes. Qancha bo'ldi? Barakatmi? Ne yakın? 27 ming so'm. Bu otin karpatmi, nima bu? Ha, bu karpatda. Karpat. 27 ming so'm. Biz tafti hozir so'm qilasiz. Bozor savdo qildimi? Ertangizni bir 20 ta qildim. Ha, sari 20,000 so'm ko'rsatgan. Qancha suti bor aka? 10 litrdan ko'p beradi. 10 litrdan ko'p sut beradi dedi. 10 litr ziyod shermetamiga. Bug'un ojichimi? Nechinchi bolasi? 4-chi. 4-chi bolasi. Chorim kusalashadi sizlar. Ma'lum bo'ladi. Xo'p, nech pul chansim? Karpat chansmi? 30,000 so'm kutasiz tunaziz. Mana. Ko'p barachash kujada. Kusalash. Mana kusalash qati. Chanqa shermeta aka. 8 litr garantiya shermeta dedi tunaziz. Oldiga qo'ying. Ya bermadi, молодец. Qanday bo'lyapti savdo aka?
Savdo zakonni. Arzonmi, qimmatmi mollar? Mol arzon qandaydir bugun. Yo'q, bugunmi? Ko'p kiribdi. Haqiqatan mol ko'p kirgan, arzon turadi deyapti. Ey, bozor chankaday? Bozor pagay 25. Pagay 25, sari 25 azor somon bozor savdo qilyapmiz. Nima ish berdasiz? Nima ish qilyapsiz o'zi? Mollarni kelgan edi. Oldingizmi bironta? Nimaga ola olmaysiz? Tushunmamsiz. Mollar arzon dedingiz. Yana ololmayapman dedingiz. Tushunmayman. Qaysi kanal? Odashib ketdingiz. Obzor TV. Это шалаво, tamom pizza. Qo'yaman sizni. Обязательно qo'yaman. Mayli deb qo'ying. Bir zo'rini olmayman bitta buqa. Brigadasi bor, ishga reklama mikser qiyadi bitta. Beton qo'yasizlarmi? Mana akalar, Tembol o'zi kelib qoldi akamizda. Fundament qo'yar ekan. Kimda uyida qanday ish bo'lsa, apalovka bo'lsa, apalovka ham ichida. ichida hammasimi? Lapatka, misholka hamma narsasi ichida ekan. Nomeringizni yozib qo'ying. Telefon nomeringizni ayting. 93 93 950 950 necha? 0022. 0022 shu usta akamiz telefon qilasizlar. Fundamentni 3 metrdan 5 metrgacha solib beradi. Prekriti ham, stoykalari ham, prekriti. Hamma narsa bor ekan. Buni stoyka, jak, bak hammasidan bor. Magazini ham bor, streytilni shu nima kerak bo'lsa. Молодец. Omadingizni bersin aka. Men sizga ham omad. Rahmat. Xo'p. Azar qo'limizdan kelgancha syomka qilib chiqdik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Do'stlaringiz Sarbaland Xonobod boshi mana Idasim Omad. Hamma xabasi yordamidagi bu kunning mana do 7200 so'mda fruktasi beradi do'stlaringiz. Yakkas xaridas 7200 ga sotildi. Mana akamiz sotildi mana. Mana молодец, gap yo'q. Mayli, sog' barakangizni bersin. Mayli.